Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Shamsiddinov Junior. Bugun biz DLC 26 da ajoyib futbolchilar bo'lgan Ronaldo bilan Messini taqqoslaymiz. Penaltilar tepib ko'ramiz, shtrafnoylar tepib ko'ramiz va boshqa narsalar. Xo'p, sizlar bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin, chunki men yangi yilgacha 1000 ta bo'lishim kerak. Tayyor bo'lgan bo'lsalaring, bizlar videoni boshladik. Endi esa penalti tepib ko'ramiz. Hop, penalti. Birinchi Ronaldoda, hop, o'yinchab. Uchtadan tepib ko'ramiz. Ronaldo. Yana Ronaldoga o'tamiz. Endi o'yinchoqga tepamiz, zarba. Uy. Yana Ronaldoga o'tamiz. Hop, o'rtaga S bilan. Endi Messi. Hop, chap tomonga. Darvozabon juda kuchayganski. Endi esa o'rtaga S bilan. Endi esa jarima zarbasi deb ko'ramiz. Hop, Messi turgan ekan, mayli. Hop, 3 tadan deb ko'ramiz. Yaxshi gol birinchisi, ikkinchisi 23 metr. Yaxshi, ikkinchisi ham gol. Uchinchisi endi. Ronaldo yaxshi birinchisini urdi. Ikkinchisi noaniq ketib qoldi, mayli. Uchinchisi ham gol. Mana do'stlar, men akkauntimni bot qilib oldim. Faqat shu Ronaldo bilan Messidan boshqa futbolchilar qolmadi. Xo'p, endi o'yin boshlaymiz. Evertonga qarshi. Yaxshi. Boshladik. Evertonda stadionda. Oh my god! Wow! Yaxshi chiqish, o'tkazib o'yin boshlaymiz. Taktikamizni hujumkor qilib oldim. Nimaga desalaring, faqat shu Ronaldo bilan Messini hakam nima qilyapti endi? Ronaldo bilan Messini solishtirib ko'rmoqchiman. Hoppa. Fol yo'qmikan? Yaxshi. Shu yerdan Pickford yaxshi. Hop. Ronaldo birga chiqadimi? Chiqdi. Zarba. Tez o'tkazib yuboramiz. Hop. Yaxshi out. Messiga to'p kelmadi. Pressing qilamiz endi. Oxirga bir vartabonimiz do'st. O'zi bu darvozada turgan haqiqiy vartabon emas. Yarim himoyachi. Bo'yi uzunligi uchun shu vartaga qo'yib qo'ydim. Nima qilyapti? Bir vartabonlikka bormaydi endi. Yaxshi bo'lsa qo'ymadim. Hop. Messi birga bir chiqadi.
Zarba. Yana Messi. Ankara Messi dedi. Hoppa, Messi. Hop. Birinchi taym 3-0 bilan tugadi. Hozircha Messi 2 gol bitta assist bilan 8 gol bilan bir mana ochmasda turibdi. Hop. O'ng tomondan hujumni boshlaymiz. Hop, Ronaldo Hatkat. Vah. Hop. Endi esa ichkariga beradi menimcha hozir. Biz to'sqinlik qildik. Raqib foydasi gol. Offside. Offside mana yangi ko'rinishda. Xuddi hayotdagidek. Bari pas darajasi yaxshiroq bo'lsa. Oh. Messi hat-trick qildi, malades. Ba'zilar hozir savol berib qolishi mumkin. Nimaga Ronaldoda atela Messida qilyapsizmi gollarni deyish mumkin. Kimga o'sha pas berilsa o'shani oxirigacha yetkazib qo'yibman. U qo'yamiz. Pas. Raqib futbolchisi birga olib chiqdi. Vah, qizil kartochka beradi menimcha. Bari chiqdi. Xo'p, endi esa videoni tugatish vaqti keldi. Like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Agar meni obunachilarim soni 1000 taga yetsa, yangi yilgacha juda ham kuchli akkauntlarda sovg'a qilaman. Qani bo'lmasam keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.